Startup nima o'zi? Startup bu biror muammoni hal qiladigan yoki odamlarga qulaylik yaratib, daromad keltiradigan yangi g'oya. U qandaydir ixtiro, sinovdan o'tgan tajriba yoki muvaffaqiyati kutilayotgan loyiha bo'lishi mumkin. Lekin startaplar uchun g'oyalar qayerdan keladi? Masalan, Isaac Newton boshiga tushgan olma sabab jismlarning pastga tushishi haqida o'ylaydi va butun olam tortishish qonunini kashf qiladi. Dmitriy Mendeleyev esa kimyoviy elementlarni tartiblash ustida uzoq izlanadi va o'sha mashhur jadval shaklini tushida ko'radi. Yana bir misol. Toshkent prezident maktabi o'quvchilari Pahlavon va Asilbek yomg'ir suvini ichimlik suviga aylantiradigan qurilma g'oyasi haqida aynan yomg'irda qolib ketgan kunlarida o'ylashadi. G'oyalarni hayotdan olish mumkin. Shunday ekan, atrofdagi voqealarga befarq bo'lmang va unutmang, har bir g'oya darrov muvaffaqiyatli bo'lavermaydi. Masalan, Thomas Edison elektr chirog'ini yaratish jarayonida minglab tajribalar o'tkazgan. 1000 ta tajribangiz muvaffaqiyatsiz bo'ldi deyishganida, Edison "Yo'q, men lampa uchun 1000 ta material mos kelmasligini ham aniqladim" degan ekan. James Dyson 5126 ta muvaffaqiyatsiz modeldan keyin mashhur chang yutgichni yaratgan. KFC asoschisi polkovnik Sanders esa o'z retseptini restoranlarga 1000 martadan ortiq taklif qilgan. Hozir bu brend butun dunyoga mashhur. Shunday ekan, siz ham o'z g'oyangizni toping. Xato qilishdan va tajriba qilishdan cho'chimang. Olg'a, bo'lajak startapchilar.